muxlislar, men Ravsha Jasmina. Bundan oldingi videomda menga podarka qilib bergan yangi yilga sovg'alarni ochib sizlarga ko'rsatgan edim. Bu videomizda esa o'sha videomizni davomini olaman. Bu yerda turgan mana shu narsalarni sizlarga ko'rsataman va yeb ta'mini ham aytaman. Bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib mana shunaqa Sprite, Cola, Fantalik bankachalar bor ekan. Buning ichida nima borligini bilmayman. Hozir sizlarga buni ichida nima borligini bilib olamiz. Keyin bu yerda 3 xil ichimlik bor ekan. Sprite, Cola, Fanta. Siz qaysini ochishgan bo'lardingiz? Menga ko'proq Cola yoqyapti. Siz qaysini ochasiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Va keyin qaysi ichimlikni yaxshi ko'rasiz? Buni ham kommentga yozing. Tadam. Buni albatta videomizning oxirida yeb ta'mini aytaman sizlarga. Tadam. Bu birinchi mana shunaqa. Hozir sizlarga ikkinchisini ko'rsataman. Bu ikkinchisi tadam. Mana shunaqa Popping Knoy degan mana shunaqa nimaligini bilmayman. Menimcha bu yoqda ichimliklarni rasmi qo'yilgan. Menimcha ichimlik bo'lsa kerak. Buni ham albatta bu videomizda yeb ta'mini aytaman. Tadam. Mana shunaqa. Bu yoqda qulupnikalik, qulupnikani rasmi bor ekan. Mana shunaqa kolonka, bu yerda esa bitta bolacha o'tirgan ekan. Stakanning ustida mana shunaqa. Tadam. Buni albatta bu videomizda yeb ta'mini aytaman. Nima borligini hali ham o'zim bilmayman. Xo'sh. Keyingisi hamma biladigan, hammani yoqtirgan mana shunaqa Kango zvachkalari. Tadam. Mana shunaqa. Bu har xil mevalik zvachka kangolik. Tadam. Buni ham bu videomizda sizlarga ochib ko'rsataman. Siz qanaqa kangoni yoqtirasiz? Qaysi mevaligini? Albatta buni kommentga yozib keting. Va keyin mana shunaqa 3D tan chule degan mana shunaqa, bilmayman bu nima. Buni albatta yeb ko'rsataman sizlarga. Bu uzumlik, qulupnikalik, mandarinlik, tarvuzchalik ta'mlari bor ekan. Buni ham albatta sizlarga yeb ko'rsataman bu videomda. Tadam. Bu yerda asosiysi halol deb yozilgan ekan. Tadam. Tepadan ko'rinishi mana shunaqa bo'lar ekan. Mana bu yoqda mushukchani rasmi bor ekan. Xo'sh, keyingisi esa mana shunaqa qorbobo sovg'asi. Biz Archani yoniga borganimizda aylanishda menga qorbobo mana shunaqa sovg'a berdi. Albatta buni videoning oxirida sizlarga ochib ko'rsataman. Qani ichida nima bor ekan? Tadam. Bu old tarafdan ko'rinishi, bu esa orqa tarafdan ko'rinishi. Tadam. Va keyin mana shunaqa Vol Kub degan do'ppichaga, ko'p do'ppichaga o'xshagan. Mana shunaqa, menimcha bu shirinlik bo'lsa kerak. Buni albatta yeb ko'rsataman, lekin ichida nima borligini o'zim ham bilmayman. Bu yerda har xil davlatlarni rasmi qo'yilgan ekan. Tadam. Mana shunaqa. Buni qaranglar. Buni albatta sizlarga bu videomda yeb ko'rsataman. Tepasida mana shunaqa qo'shiqchalar ham bor ekan. Tadam. Ichida nima bor deb o'ylaysiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Va keyin esa mana shunaqa Fruity degan jelika ham bor. Buni ham albatta sizlarga yeb ko'rsataman. Bu har xil ta'mli ekan. Buni qaranglar, orqasidan ko'rinishi, orqasidagi rasmlar xuddi kamalakka ham o'xshab ketadi. Tadam. Siz jelini yaxshi ko'rasizmi? Men juda ham yaxshi ko'raman. Agar yaxshi ko'rsangiz like bosib qo'ying. Tadam. Va keyin esa mana shunaqa bir yaram zizini va chipslari bor ekan. Tadam. Har xil mevaligi. Buni qaranglar. Buni ham albatta sizlarga yeb ko'rsataman. Men bunchasini yeyolmayman. Ukalarimga ham beraman. Do'stimga, ukalarimga albatta bu chipslardan beraman. Tadam. Har xil rangdagi chipslar bu yerda qarang. Men juda ham qiziqib ketyapman. Ichida qanaqa
mevalar bo'lgan. Buni albatta bu videomizdan yeb ta'mini aytaman va bilib olamiz qanaqa ta'mli mevalar borligini. Menga chupa-chups juda ham yoqadi. Buncha shirinlikni ko'rib, meni juda ham yegim kelib ketdi. Buni albatta sizlarga bu videolarimda albatta sizlarga bitta yeb ko'rsataman. Men shirinliklarni juda yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'rasizmi? Agar yaxshi ko'rsangiz, podpiska bosib qo'ying. Menimcha shirinliklarni yoqtirmay-kun bolani o'zi bo'lmasa kerak-a? Xo'sh. Mana shunaqa har xil rangdagi pomadachalar bor. Buni ko'pligini qaranglar. Har xil rang. Menimcha qizlarning orzusi bo'lsa kerak-a? Har xil rangdagi pomadachalarni olish meni juda ham orzuyim. Dadam. Mana shunaqa birgina pomadachalar bor ekan. Buni albatta bu videomizda yeb ta'mini aytaman. Har xil rangdagi buni qaranglar. Sariq, ko'k, pushti. Dadam. Buni albatta yeb ko'rsataman bu videomda. Buni qaranglar ko'pligini. Dadam. Bo'lmasam bularni hammasini sizlarga ko'rsatdim. Endi bittasini sizlarga ochib ta'mini aytaman. Qanaqa ekan? O'zim juda ham qiziqib ketyapman. Kelinglar, qaysini ochamiz? Mana shuni ochamiz. Spread Cola Fantali bankachalarni. Men chunki bularga juda ham qiziqib ketyapman. Ichida ichimlik bor ekanmi yoki qanchalarmi? Menimcha buni ovozidan qanchalar kelyapti. Juda ham qiziqib ketyapman. Xo'sh, qaysini tanlayman? Xo'sh, birinchi bo'lib ochib olamiz. Dadam. U uchun bizga mana shunaqa pichoqcha kerak bo'ladi. Bu o'sha bankachalarimizni ochish uchun. Ochganlarni bir chetga olib qo'yamiz. Bizga xalaqit bermasligi uchun. Bularni ko'pligini qaranglar. Buni albatta sizlarga bu videomizda yeb ko'rsataman. Ta'mini ham aytaman. Bo'lmasam, bu bankachalarni ochishni boshladik. Bu pichoqchamiz bilan kesib olamiz. Tadam. Fantachalik mana shunaqa bankachasi bor ekan. Ikkin Sprite'lik mana shunaqa. O'zingiz eslayapsizmi? Va keyin mana shunaqa Coca-Cola'lik bankacha bor ekan. Tadam. 3 xil mana shunaqa bankachalar bor ekan. Bularning ichida nima borligini o'zim ham bilmayman. Albatta sizlarga buni ochib, yeb ta'mini aytaman. Xo'sh, qaysini ochamiz? Siz qaysini ochgan bo'lardingiz? Xo'sh, meni ko'proq mana shu Sprite'ligini ochishim kelyapti. Siz meni o'rnimda bo'lganingizda qaysini ochgan bo'lardingiz? Buni albatta kommentda yozib keting. Bo'lmasam, buni hozir ochib olamiz va ta'mini aytaman qanaqaligini. Mana ochib oldik. Hozir endi qani? Voy, buni qaranglar, mana shunaqa mayda turburchakchalik. Bilmayman bu nima bu. Hozir sizlarga yeb ta'mini aytaman va nimaligini ham aytaman. Juda ham mazali. Xuddi Sprite'ni ta'mi keladi. Bu zuvachka ekan. Men buni qancha deb o'yladim. Siz nima deb o'yladingiz? Buni kommentga yozib keting. Mana shunaqa Sprite'lik zuvachkachalar ekan. Buni qaranglar, maydacha shunday. Tadam. Sprite'ligi uchun mana shunaqa oq bo'ldi. Endi bulardan qanaqa chiqarkan? Albatta buni bu videomizda yeb ta'mini aytaman bularni. Bularga juda ham qiziqib ketyapman. Qanaqa chiqarkan? Xo'sh. Menga bu Sprite'lik bankachalar juda ham yoqdi. Buni ichidan zuvachka chiqarkan. Tadam. Endi bulardan nima chiqsa, unga juda ham qiziqib ketyapman. Siz ham qiziqyapsizmi? Bo'lmasa, videomizni tomosha qiling. Menga obuna bo'lsangiz, bu videomizni tomosha qilasiz. Bundan qiziqarli videolarni chiqaraman. Tadam.
Mana shunaqa bankachalarni ochdik. Bularning ta'mini aytdim. Bu zvochkacha ekan. Dadam. Endi menga qorbobo podarka qilgan. Mana shu sovg'ani ochamiz. Dadam. Buning uchun bizga pichoqchamiz kerak bo'ladi. Mana bu yoqdagi ikkasini olish uchun. Dadam. Bu yerda esa Snovim Golem deb yozilgan. Yangi yilingiz bilan. Dadam. Ichidan mana shunaqa shokoladli vaflichasi chiqdi. Dadam. Keyin esa mana shunaqa olmali sokchasi chiqdi. Keyin mana shunaqa kurchasi chiqdi. Bularni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Videomizda esa yeb ko'rsataman. Va ta'mini ham aytaman. O'zim qiziqib ketyapman. Bularning ta'mi qanaqa ekan? Va keyin yana mana shunaqa vaflichasi chiqdi. Buning oti bana ekan. Sutli vafli ekan mana shunaqa. Ustiga esa Mickey Mouse'ning rasmi ham qo'yilgan ekan. Va keyin bunisi mana shunaqa mashalik shokolad ekan. Nonash ekan buning oti. Ustida esa mana shunaqa quvnoq mashina rasmi qo'yilgan. Albatta buni bu videomizda yeb ko'rsataman. Ularga juda ham qiziqib ketyapman. Qani ta'mi qanaqaligiga va qanaqa bo'lishiga. Bu podarkamizni ichidan mana shunaqa shokoladi va ikkita vaflisi va mana shunaqa olmalik soki va keyin mana shunaqa patiloqchasi chiqdi. Bu patiloqchasi shokoladli ekan. Buni qaranglar. Bu yerda esa makkajo'xorini rasmi ham qo'yilgan. Menimcha men makkajo'xorlik deb o'yladim-da buni. Bu yerda shokolad rasmi qo'yilgan. Bu shokoladli. Albatta bularni bu videomizda sizlarga yeb ko'rsataman. Hozir bu yerda ochgan hamma narsamni va ko'rsatgan narsalarimni albatta bu videolarimda yeb sizlarga ta'mini aytaman. Bo'lmasam hammaga bye. Va keyin yana meni kanalimga obuna bo'lib keting, like ham bosing. Meni kanalimga obuna bo'lsangiz bundan da qiziqarli videolarni tomosha qilasiz. Bu yo'lda turgan barcha narsalarni bu videolarimda sizlarga yeb ta'mini aytaman. Bo'lmasam hammaga bye.